Erkak kishi ayolini ishga chiqarib yuboryapti. O'zi uyda o'tiribdi. Yoki u ham ishlayapti. Lekin ayoli ishxonasida nuqul boshliqlar tarafidan, boshqa odamlar tarafidan bosimi kuchayyapti. Estrogen degan gormon bor ayollarda. Erkaklarda testosteron bor. Ana o'sha ikkita gormon vaqtida ruhiy holati agar cho'kkan bo'lsa yoki qattiq bosim ostida bo'lsa yoki tahdidlar tarafidan bo'lsa, shunaqa tashvishi ko'p bo'lsa, o'sha moddalarni ishlab chiqarishi kamayadi, pasayadi. Ruhiy cho'kimlar natijasida ularni yotishga hojati ham, xohishi ham bo'lmay qoladi. Bu yerda jismonan sog'lom, ammo ruhan bosimlar sababli ularni muloqoti kamayib ketgan bo'lishi ham mumkin. Bu ish sababli. Ko'p holatlarda tashqi olamdagi tirikchiligi sababli yoki ichki o'sha ayoliniga nisbatan qaynonasi tarafidan yoki boshqa yaqin qarindoshlari tarafidan bosim o'tkazilganligi sababli ayol kishini o'sha ayollik gormonni ishlab chiqarishida muammolar tug'iladi. Vaholanki erkakda ham xuddi shunaqa. Agar erkak kishi ishxonasida nuqul muammolar bo'ladigan bo'lsa yoki ishlayotgan joyi yoqmasa unga, yoqtirmasa, majburan pul uchun ishlayapti, umuman yoqmaydi lekin ish. O'shanaqa holatlarda ham ruhiy bosimlar natijasida ham testosteronni ishlash gormoni pasayib ketishi mumkin erkakda. Erkak kishi agar ayolning ishxonasida muammolari ko'pligini bila turib, shu ishxonadan boshqa ishxonaga ko'chirish harakatini qilmasa yoki o'sha ishxonasiga borib, ayolni himoya qilib, jon kuydirmasa, ayol kishida ham o'zini erkagiga nisbatan erkaklik ko'rinishi yo'qoladi-da. Erkakligi yo'qoladi. Muhabbat kerak ayol kishiga, mehr kerak, sevgi hissi kerak ichidan. Agar shu narsalar kamayib boraversa, ayollik nimalari ham, gormonlarni ham ishlab chiqarish kamayib boraveradi erkagiga nisbatan.